Hammaga salom. Bugungi videoda sizlarga Mi Band 4 bilan Mi Band 5 ni farqini ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu kim 4 olaymi, 5 olaymi deb yurgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsanglar o'zingizlarga xulosalaydigan umidda biz. Video boshlanishidan oldin bitta like qo'yib qo'ysanglar minnatdor bo'lardim. Demak, videoni boshlaymiz. Birinchi Mi Band 4 ni ochamiz. Mi Band 4 ichida komplektida kitob bo'ladi. Zaryadka bo'ladi. Mi Band 4 o'zi bo'ladi. Kitob baribir kerak emas, chetga qo'yamiz. Buni qo'yib turamiz. Endi Mi Band 5. Mi Band 5 ichida ham xuddi shunaqa. Mi Band o'zi bo'ladi, kitobi bo'ladi, zaryadkasi bo'ladi. Bu zaryadkasi, bu 5 o'zi. Ko'rayotganinglardek 4 bilan 5 почти bir xil. Endi farqini aytib o'tamiz. 4 ekrani 0.95. 5 ekrani 1.1, ozgina kattaroq. 4 bilan 5 remeshog'i har xil, bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Amallab tiqsa bo'ladi, lekin ideal bo'lib, cho'tki bo'lib turmaydi. Men o'sha buni tekshirib ko'rdim. 4 ga remeshog отдельно olasizlar, 5 ga remeshog отдельно olasizlar. Ikkalovi ham vлагопыли стойкий. Bu degani cho'milsanglar bo'ladi. Basseynda, vannada qo'linglarni yuvsanglar bo'ladi. Ozgina changlaysa hech nima qilmaydi. Lekin basseynda cho'milgandan keyin, iloji bo'lsa basseyndan chiqqandan keyin oddiy toza suvda chayvorib yuborganinglar yaxshi. Chunki basseynda xlor bo'ladi. Xlor yomon ta'sir qiladi. Telefonga ham, brasletga ham, soatlarga ham. Ularning keyingi farqi 4da 77 ta zastavka bor, 5da 100 dan ortiq bo'lar ekan zastavkalar. O'sha hammasi tayyor, tayyorlab qo'yishgan zavod deyli. 5da удаленное управление kamera bilan bor. Buni telefonga ulaganingizdan keyin braslet o'zidan fotoapparat, video syomkani boshqarsanglar bo'ladi. 4da 6 ta sport rejim bor. 5da 11 ta sport rejim bor. Keyin Mi Band 5da ayollar uchun spesial rejim bor desa ham bo'ladi. U qizil kalendar desa bo'ladi. Bu faqat ayollarga tegishli rejim, erkaklarga kerak emas. Bunisi ham o'zining original Mi Fit degan programmasida ishlaydi. Ular Play Marketda ham bor, Apple Store'da ham bor. Tekin programma. Mi Band 4 batareykasi 3 haftaga yetadi. 135 mAh. Mi Band 5 ga 2 haftaga yetadi. Bunda 125 mAh. 10 mAh ga kamroq. Eng asosiysi Mi Band 4 zaryad qilish uchun remeshog'idan chiqarib, zaryadkasini ichiga joylashtirib, zaryadga tiqasizlar. 5da unaqa emas. Mi Band 5 zaryad qilish uchun buni chiqarish shart emas. Zaryadkasi yangicha, magnitli. Shuni orqasidan qistirib qo'yasizlar bo'ldi. Zaryadkasi ham yaxshi, baquvvat. Просто tak unaqa chiqib ketmaydi. Juda sifatli qilingan. Demak shu. Основной agar Mi Band 4 ishlatayotgan bo'lsanglar, Mi Band 5 ni
olishinglar menimcha shart emas deb o'ylayman. Tag'in ham bilmadim. Agar Mi Band 4 ham 5 ham sizda hozir yo'q bo'lsa, qaysi birini olaykin deb ikkilanayotgan bo'lsangiz, bemalol Mi Band 5 ni olaveringlar. Chunki birinchidan yengillik, ikkinchidan ancha funksiyalar qo'shilgan. Narxi. Mi Band 4 hozirgi kunda bozorda $30-35 sotilyapti. Bu degani 300 ming, 350 ming atrofida. Mi Band 5 $40-45 atrofida sotilyapti. Bu degani 400-450 ming so'm degani. Bu обязательно globalniy versiya, ruskiy teksti bo'ladi ichida. Agar video yoqgan bo'lsa, like bosinglar, kanalga podpisatsiya qilinglar. Bu savolinglar bo'lsa, kommentga yozinglar. Hammaga kattakon rahmat, sog' bo'linglar.